umuman olganda shu mavzuga tegishli, ya'ni virtual dunyoni ta'siridan ruhiyatni tozalash, ijtimoiy tarmoqni bugungi kundagi masalan qanaqa baholash mumkin? Zarari ko'proq deb baholash mumkinmi yoki uni imkoniyatlar maydoni deyish mumkin? Mana shu boradagi gapimni ustozlarimdan biri, juda ham hurmat qilaman, Shayx Abdulaziz Mansurni bir iboralari bilan boshlagim keldi. Ularning bir iboralari bor, ijtimoiy tarmoqlar, umuman internet bu qip-qizil chiroyli olmani ko'z oldingizga keltirsangiz, tarmoqdagi kerakmas va zararli kontentlar deylik, shu qip-qizil olmaga tushib qolgan qurt. Mana endi shu olmani shu qurtlagan joyi deb otib yuborasizmi? Albatta yo'q, lekin u qurt ko'p deyiladi. Ana o'sha qurtni tozalab tashlash, qurt tushishini yana oldini olish bu bizning qo'limizda. Hozir shu jarayon. Endi Birlashgan Millatlar Tashkilotiga qarashli Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan rasman e'lon qilingan Instagram kasallik sifatida, ya'ni Instagramga qaramlik kasallik sifatida. Buni juda ham ko'p kuchli mutaxassislar aytishadi. Nimaga? Chunki Instagramdagi like bosish, ya'ni siz uni tan olsangiz, u sizga yoqsa, siz like bosasiz. Siz unga loyal bo'lsangiz, uni maqtab kommentariy yozasiz va bu o'sha post egasiga dopamin beradi. Dopamin bu arzon dopamin. Bu post ertaga pastga tushib ketadi. Yana yangilash kerak. Albatta, vaqtinchalik effekt bergandan keyin arzon dopamin ko'payib ketdi. Insonlar arzon dopaminni orqasidan post ustiga post, reels ustiga reelsda qo'yishni boshlashdi. Ana endi shu joyda insonlarga boshqa insonlarning hayoti doim qiziq degan psixologik faktor juda qo'l keldi. Bu o'zi psixologik faktor. Qadimdan ham qo'shni uyda nima taqilladimi, yig'lab qoldimi degan baland ovoz chiqdimi? Qiziqish bo'lgan. Shu narsani ayni ijtimoiy tarmoq juda kuchli biznes mashinaga aylantira oldi va o'zlarini hayotlarini ko'rsatish orqali katta pul topish imkoni borligini ayrim insonlar tushunishdi, otni qamchilashdi va o'sha o'zlarini bolalaridan tortib turmush o'rtoqlarigacha o'zlarini hayotlarini ideal holatda ko'rsatib odamlar e'tiborini jalb qilishni boshlashdi.